Yangi novosti, yangi informatsiya, shok bo'lib qolib qolasizlar. Shok. Prosta miyam portlab ketdi. Kokosha dugonam nimaga yo'qolib qoldi? Nimaga yangi vaynlar chiqmayapti? Nima bo'ldi ekan desam, invalid qilib qo'yishibdi Kokoshani. Vashshe kapets, ko'ringlarmi rasmlarni? Soppa-soq qizni medkonsultant klinik invalid qilib qo'yishibdi, представляете? Kirib biladi, qassoblar chopib tashagan. Nekroz bo'lib ketgan telalari yo'pti boyamay. Dugonam nima yo'qolib qoldi deb xalaqval so'rab yozay desam, больницада yotibdi ekan, 3 marta уже narkoz bo'libdi. Yarasini atrofini tozalaymiz deb vashshe nekroz qilib tashashgan, qo'rqinchlik darajada. Chichivorasizlar rasmlarni ko'rsanglar. Ahvoli juda ham og'ir. Hozir Turkiya bilan gaplashyapmiz. Sirojda Turkiyaga operatsiyani Xudo xolasa Nihol oformlayat qilyapti, Go'zal bilan gaplashyapti, dogovor ketyapti hozir. Sirojni olib kelmasak bo'lmaydi. Juda ham qo'rqinchlik. Rasmni qaranglar. Это пиздец. Пиздец. Biladi, O'zbekistonda vrachlar qassoblar ishlaydi, yo'pti va yo'may. Hozir shumixa ko'tarib, Nihol janjal qilib, tam istoriyasini bersin, doktorlik istoriyani bersin, biz Turkiyaga jo'natamizsa, qochib kabinetga qochib ketishdi vrachlar, представляете? Medkonsultant klinika biladi. Pizdets, nimasizlar qassobxonadan olganmizlar ishchilarni, yo'pti va yo'may. Soppa-soq odamni Блядь, изуродовали, блядь, восстановление. 3 marta narkoz qilishibdi. Уже operatsiyadan keyin, abdominoplastikadan keyin, liposaksiyadan keyin, undan tashqari yana 3 marta narkoz berishib, ichini tozalashyapti ekan. Tuzata olmayapti va chiryapti. Halima opaga bee'tibor berdik, mana o'lib ketdi. Odamlar bee'tibor bo'lmaylik. Bechora qiz soppa-soqni invalid qilib qo'yishibdi. Shu bee'tiborlik o'limga olib keldi Halima opani o'limiga. Yo'pti va yo'may. Kimdir gapirish kerak-ku buni. Sog'liqni saqlash vazirligi qayoqqa qarayapti? Mana Sabrinani operatsiyasini ko'rdinglar. Qiyshiq qilib qadab qo'yishgan. Endi bu, bilak, qayerdan olyapsizlar? Qayerda o'qiyapti bu vrachlar? Medkonsultant klinik qayerdan olgansiz sen vrachlarni? Qayerdan diplom bergan senlarga? Odamlar o'lib ketyapti senlarning orqanglardan. Oqlamagan, mana shu yosh bola sevinchingiz qo'ymagan million marta mani oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra meni ozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi bunaqa yozyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasin bu qizingiz. Mana shu qiz qilgan familiyani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi familiya sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapmiz. Guvoh kelib o'tiribdi, Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku, reklamaga kelgin deb. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlar ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nekroz bo'lgan, yaxshilik tushunmaydiganlarga yo'qchiga. Men o'zi o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashayapti, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozyaptilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan. Keyin biz ularga chekish, ichish, energetiklar mumkin emas deganmiz, mashinaga o'tirish mumkin emas deganmiz. Mana ona. Shunda ham bular chiqib o'tirganlar mashinaga, sigaretlar chekkandan keyin nekroz paydo bo'lgan deyaptilar. Barakameraga borishgan faqat mashinaga o'tirib, chislosi ham bor. Nekroz qachon birinchi chiqqanini ham chislosigacha bor rasm videosi bilan. Bular mashinaga o'tirgandan keyin bo'lgan nekroz deyishyapti. Uyalinglar, Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Billa chakib o'tirgan videolaringizni qo'yib tashlayman hozir. Chakkandan keyin nimadir qilgan deb yozilgan, tushunmadim. Ruxsat berilmagan, anaqa ruxsat berilmagan do'st. Lekin o'zlari ruxsat berganlar chekishga. O'zlari o'tirib birga chekkanlar. Bir pachkagacha ruxsat berganlar. Nima farqi bor? Sen jim o'tirgan qizim yosh bola qo'timdan chiqqan bu qimsani. Sen gapirma. Sen o'zing sanab keltirding meni qizimni shetga. Reklamaga deb kelmayman, Halimadan keyin qo'rqaman desa ham. Dahoya telefon qilib yubormang. Ma'qullanishga olib kelmaganman. Barakameraga borgani uchun yara qotib qolib kichkina bo'ldi. Rahmatlilar o'zi bordi. Sizlar hozir mashinadan keyin bo'ldi deyapsiz. Ikkinchi kunda bo'lgan o'sha rasmda bor chizdosi bilan. Sen qo'shilma. Hammaga assalomu alaykum. Men Kokosh oldiga keldim. Kokosh hozir bari yonimda. Hozir biz mutaxassislar bilan gaplashamiz. Keyin sizlarga xabarini beramiz. Xullas, hozir bitta narsani bizdan shokka soldi.
ko'koshi orqasidan kelgan bir qiz, namtayotgan ayol, xuddi shunaqa operatsiya qilingan. Bariatriyadan keyingi operatsiyasi 12 soat davom etgan va assistent yordamchi biz sizni operatsiyangizni YouTube'ga qarab qildik. Bunaqa operatsiyani birinchi marta qildik degan. Nima deysizlar? Hozir men vrach bilan gaplashsam, vrach u shogird deydilar. Ularni shogirdlari bor ekan, Doston degan bola, g'isht zavodiga, sement zavodiga hammasiga o'sha bola yurar ekan. Og'ir ahvolda eng katta vrachlar xirurg kirar ekanlar. Baraka topsinlar, xirurg bilan biz gaplashdik, lekin nimaga men bu gapni aytyapman? Undan oldin assistent, ordinaturani o'qiyotgan assistent, shogird operatsiya qilar ekan, YouTube'ga qarab. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi kayfiyat. Yo'qmiz. Hamma xabar olganlarga rahmat.